hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Sürgünde Hükümeti Televiziyasının xabarlar programmasını ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Milliy iftixorimizning manbasi milliy armiyamiz. 1945-yili 4-ayning 8-kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti Milliy Armiyasining qurilganligi cho'ng harbiy parad bilan rasmiy e'lon qilindi. Sharq Turkistonning har tarafiga tarqalgan har xil qurolli guruhlar 7 bo'lik, 4 mustaqil batalyon va 1 mustaqil bo'lakka tashkillandi. Barliq millatlarni umumiy jihatdan askarlik vazifaga qabul qilish Sharq Turkiston Milliy Armiyasi tarafidan elib berildi. 8 aprel kuni Sharq Turkiston Milliy Armiyasi dunyoga kelgan kun. 8 aprel kuni Sharq Turkiston xalqi o'zining dunyodagi xalqlar qatorida o'z-o'ziga xo'ja bo'la oladiganligini dunyoga namoyon qilgan kun. Chunki bir millatning armiyasi bo'lmasa, uning hurligining kafolati bo'lmaydi. Bir millatning armiyasi bo'lmasa, uning hech qanday narsasi bo'lmaydi. Şuna milliy armiya milliy mavjudlikning kafolati, millat kelgusining kafolati, milliy farovonlikning kafolati. Umuman armiya bir davlatning to'riki. Sharq Turkiston xalqining hurligini ta'min etgan Sharq Turkiston milliy armiyasi yuqorqi so'zlarimizni dalillagan bo'lsa, milliy armiyamizdan ayrilishimiz bilan boshlangan asorat, milliy xo'rliq, insonlik ar-nomusimizning chaylanishi yuqorqi qarashlarimizni dalillaydi. Bugun biz hurlikka, mustaqillikqa qanchalik tashna bo'layotgan bo'lsak, bu ayni vaqtda yana Sharq Turkiston milliy armiyasiga bo'lgan seg'inishimizning yansımısıdır. Bu milliy armiyamizning bo'lishi zaruriyati haqidagi tunishimizning konkret ifodalanishidir. Bir millatning ar-nomusi, shon-sharfi, hamma narsaning kafolati, manbasi bo'lgan milliy armiyamizning tug'ilgan kunini xotirlayotgan chog'imizda milliy armiyamizning takror dunyoga kelishiga bo'lgan tashnaligimizni to'liq ma'noda his qilmoqdamiz. Shunday bir xotira kunning bo'lishining o'zimi Xitoyning yolg'on tarix yasash aldamchiliklarini inkor qilishga yetib oshadigan bir paketdir. Bizning o'tmishda milliy armiyamizning bo'lganligini xotirlash Xitoy yolg'onlarga bir qatim tukirishga barobar keladi. Ya'ni bizning armiyamiz bo'lgan bo'lsa, demak bizning mustaqilligimizmi bo'lgan. Hargizmi Xitoyning bir parchasi bo'lmagan. Shunga biz uchun muhim bo'lgan, ulug' bo'lgan, iftixor vasiyasi bo'lgan bu kunni, bizga yangi umidlarni baxsh etadigan bu kunni chin dilimizdan xotirlaymiz. Butun Sharq Turkiston xalqiga bu muborak kun munosabati bilan bayram salimi yollaymiz. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sürgünde Hükümeti 2022-yili 8 aprel. The New Arab Tour'ning 10 aprelda e'lon qilingan xabariga qaraganda, dokladlarda aytilishicha, Xitoylar Uyg'urlarga o'xshash mahbuslarning organlarini yig'ib olgan. Olimlar Xitoyning turmaga qamalgan, as-hushini yo'qotmagan mahbuslarning organlarini yig'ib olganligini aytdi. Yaqinqi yillardan buyon inson haqlari tashkilotlarimi Xitoyning Uyg'urlarga o'xshash mahbuslarning organlarini yig'ib olganligini qattiq ayblagan. 2 nafar tadqiqotchining bu haftaning boshlarida e'lon qilgan ilmiy maqolasiga qaraganda, Xitoy doktorlari kasalga giribdor bo'lgan mahbuslarning organlarini sug'urib olib, ularning o'lib ketishini keltirib chiqargan. Bayqashlar Xitoy irqiy qirg'inchilik yurgizib, lager va turmalarga qamab olgan millionlab Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining taqdiri haqida andisha qo'zg'adi. Avstraliyaning Kamberadagi davlatlik universitetining siyosat va xalqaro munosabatlar bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan Matthew Robertson va Avstraliya organ ko'chirish jamiyatining raislik vazifasini o'tagan professor Jacob Flav Xitoyning yurak va o'pka ko'chirish kelishimiga oid 2800 parcha ilmiy maqolasini tahlil qildi. Tadqiqotchilar hayot insonlarning organlarining sug'urilganligi haqida kishini andishaga soladigan nurg'ulg'an paketlarni payqagan. Avstraliyada chiqadigan Hartes kesinining ziyoratini qabul qilgan 71 parcha hujjatdan organ sug'urib olishdan ilgari nening hayot ekanligini bayqaganligini, a'zolarni sug'urib olishning kasallarning o'lib ketishining asosli sababi ekanligini, operatsiya qilinuvchining mahbus bo'lishi kerakligini, o'zi xohlab organ taqdim qilishdek ahvollarning bo'lmaydiganligini bayqaganligini, Xitoyning bu qilinishini texmo yoshirin tutadiganligini aytdi. Tadqiqotchi Ethan Gottman 2020-yili Hartesga bergan bayonotida organ ko'chirish uchun a'zolarining mos kelishi yoki kelmasligini sinab qilish maqsadida 15 million Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa turk xalqi ustidan tekshirish olib berilganligini aytdi. 2019-yili Avstraliyadagi faoliyatchi guruhga deb bilingan Xitoy sudi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari kengashiga Xitoy amaldorlarining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlari shundaqla Falun Gongchilarning organlarini yig'ib olganligini aytgan. Xitoyning ochiq bayonotida 2023-yilga qadar 50 mingdan ortiq organ ko'chirishni amaliyleştirganligini, Yaponiya, Koreya va halol organ talab qiladigan Paris qo'ltiqidagi davlatlarga organ sotadiganligini, inglizcha, ruscha, arabcha organ sotish e'lonlarini internetda davomli chiqaradiganligini aytdi.
Welt News torining 10 apreldagi xabariga qaraganda, majburiy emgakka qarshi turadigan faoliyatchilar Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Kanadaga import qilinishini cheklash uchun mahkama taklifidan mahrum qolgan. Federativ sud mahkamasi Kanada chegara mulozimat organining cheklash huquqining yo'qligini bildiradigan qarorni bekor qilish iltimosini rad qildi. Ular chegara organlarining Sharq Turkistondan import qilingan mallarning majburiy ishlab chiqarishga chetilmaydiganligini isbotlamaguncha tamamen yoki qisman qul amalidan ishlab chiqarilgan mallarning import qilinishini cheklashini talab qiladi. Federativ hukumat Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligidan andishinadiganligini aytdi. Amerika va Meksika bilan tuzgan tamojna beji kelishimining ro'yi bo'yicha Kanada majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan mallarni kirgizmaslik mas'uliyatini ustiga olishi kerak. O'tgan yili 1-oyda chegara mulozimat organining bir amaldori majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni faqat ularning kelib chiqishiga asosan cheklash yoki tengshish huquqining yo'qligini aytdi. Chegara organi rayon yoki davlatni emas, balki ishlab chiqaruvchilar yoki import qiluvchilarni asos qiladi. Federativ sudning muavin sudchisi Jukilin Gagni yaqinda chiqargan qarorida mayli tamojna qonuni yoki tamojna bejining hech qanday bir elementini ko'rmaganligini, Kanadaga kelgan har bir malning to'shilishi, xodimlarning kelib chiqishi, tamojna beji va qiymati to'g'risidagi qarorga bo'ysunadiganligini, bu xil qarorlar ma'muriy mexanizm orqali murojaat qilinadiganligini, xalqaro savdo sudining chegara organlarining natijasini tekshirishda boshqarish huquqiga ega ekanligini, federatsiya arzi sudning savdo sud mahkamasi qaror qilgan arzini anglash huquqining borligini aytdi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bosh kotibi Yan Stoltenberg Rossiyadan keyin Xitoyni nishon qilganligini aytdi. Brükselda ochilgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining tashqi ishlar ministrlari yig'inidan keyin muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan Stoltenberg Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchiligini ayblamaganligini, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga qarshi jang e'lon qilganlik dedi va Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumini ayblashni xohlamaganligini ko'rdik. Beijing xalqning o'z yo'lini tanlashida Moskvani qo'llab hammamizga jang e'lon qildi. Bu bizning qimmat qarashlarimizni qo'g'dash uchun bir yerga jam bo'lishimizni texmi muhim qiladi, dedi. Xitoyning Yevropa ittifoqida turishliq elchisi buningga e'tiroz bildirib, Xitoyning Ukraina-Rossiya urushi portlagandan beri boshdan oxir obyektiv va jiddiy pozitsiya bildirganligini, yarashtirish ko'rishlarini ilgari surish izchilligini davomlashtirganligini, nachar vaziyatni oxirlashtirish uchun tirishchanlik ko'rsatganligini, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining pozitsiyasining Xitoyni nishon qilgan so'g'uq munosabatlar urushining bir qismi ekanligini, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining harakatlari yer shari tinchlik va muqimlik uchun bir qiyinchilik olib kelganligini aytdi. Birlik uchun o'limga tavakkul qila oladigan millat aslo yengilmas millat. Mustaqillik boshqalar tarafidan berilmaydi. Elinadi, deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köngünələr üçün köp rəhmət. Kelər qitimki programımız görüşkəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.